Kollagen harommi yoki-da halolmi? Assalomu alaykum Akbarbek aka. Chet el mamlakatlaridagi jelatin harom deyishadi. Yevropa va Amerika kollagenlari halolmi? Iltimos savolimga texnolog sifatida javob bersangiz. Shu narsa meni shubhalantiryapti. Juda ham qiziq savol. Kollagen asosan baliq terisidan, tovuq va mol suyaklaridan tayyorlanadi. Albatta bizga bu mahsulotlar halol. Agarda tovuq va mol islom qonun qoidalariga rioya qilgan holatda so'yilgan bo'lsa, asosan Rossiya, Yevropa va Amerika davlatlarida molni tok bilan yoki-da boshiga og'irroq kuch bilan urib o'ldirib, ana undan so'ng so'yishadi. Bu holatda mol yuragi ishlamayotgani sababli mol tanasidagi barcha qonni chiqarish olmaydi. Molni shunchaki osib qo'yib qonni oqizib qo'yishadi. Natijada mol tanasida qon qolib ketadi. Qon bilan birga turli xil virus va kasalliklar ham qoladi. Aynan shu sababdan dinimizda o'lgan holatda so'yilgan jonzotni go'shti harom deb belgilangan. Bizning dinimiz shunchalik mukammalki, bizga zararli bo'lgan barcha mahsulotlarni harom deb ajratib bergan. Dinimizning qoidasi bo'yicha sog'lom va tirik jonzotni bismillah Allohu akbar deb bo'g'izdan so'yiladi. Jonzotning yuragi hali ishlab turgan sababli yurak nasos o'rnida ishlab, jonzotning tanasidagi barcha qonlarni chiqarib yuboradi. Qonga qo'shib bo'lishi mumkin bo'lgan kasallik va viruslarni ham chiqarib yuboradi. Agarda Amerika, Rossiya va Yevropa kollagenlarida halollik sertifikati bo'lmasa, unda bu kollagenning halolligiga katta shubha bor.